hassinu amwalakum biz-zakat. Rasululloh nima deydi? Hassinu amwalakum biz-zakat. Mollaringizni zakot bilan mahfuz qilinglar. Mollaringizni zakotni berishi bilan hifz qilinglar, asranglar. Mollaringizni zakot bilan hifz qilinglar deydi. Mana shu kalom mana. Hassinu amwalakum mana shu lafzni payg'ambar sahobalarga aytdi, bir nasroniy kelib musulmon bo'ldi. Mana shu kalomdagi sahobaga Rasululloh aytdi. Undan sonra bir nasroniy tajriba qildi, amali qildi, amalga oshirdi, payomi musbatini ko'rdi, kelib musulmon bo'ldi. Zakotning foydasini alani o'zi ko'rib musulmon bo'ldi. Bir nasroniy bor edi, Rasululloh aytdiki, hassinu amwalakum, sahobalar aytdi, mollaringizni mana shu nima bilan, zakot bilan hifz qilinglar, asranglar. Nasroniy aytdi, Rasulullohning mana bu gapi, Rasululloh bu qavliga yo sodiq yo kozib dedi. Men imtihon qilaman dedi. Agar Rasulullohning gapi mutobiq voqi va nafsil amr bo'lsa, men bu kishiga iymon keltiraman dedi. Qabul qilaman buni dedi. Har aytganini, har so'zini qabul qilaman dedi. Agar Xudo xohlasa, agar nima bo'lsa, bu agar gapiga sodiq bo'lmasa, men buni dedi, to joyiga kaminga olib to'xtayman, muntazirga to'xtayman, bu joyiga buni qatl qilsam dedi. Nasroniy. Bu nasronning sharigi bor edi. Bir sharigi bilan tijorat qilaydi, Misrga olib ketaydi, mol olib ketaydi, tijorat qilaydi. Buni sharigidan bir mol, bir idda molni yubordi, albatta molni zakotini ham chiqardi, ado qildi, zimmadan xalos qildi, yubordi buni Misrga qarab, tijoratga. U zamonga olib motor bir narsa, vasoil naqliya bir narsalar-ku yo'q edi. U zamon mana shu qofila va qoravon to'da jam bo'lib birdan harakat qilaydi-ku. Tiyov, markab, hamma bu narsalar bilan. Buni sharigi molda harakat qildi, qofilani peshuriga edi. Qofilani peshuriga qadam avvalga muqaddima edi, ilgari ketaydi. Bir joyga boradi, buni tiyosini oyog'i zaxm bo'ladi. Bu nasronini. O'zi yo'q qilib sharik olib ketayotibdi. Tiyoni oyog'i zaxm bo'ladi, u shu buhona bo'ladi, shu ma'tal bo'ladi, shunda qolib ketadi. Qofila idoba beradi, harakat qilib bu yerga qolib ketadi, mollari bilan tamom narsasi bilan qolib ketadi. Bir necha qadam oldin boradi, bu yerga o'g'irlar to'xtabdi. G'oratgarlar to'xtabdi. Lususlar to'xtabdi. Churi chapol qilayotganlar to'xtabdi. Bu qoravonni ustiga hamla qiladi. Bu qofilani ustiga ular hamla qiladi, Xitoy tarqiladi. Hamla qiladi, bular tamoman nimalarini g'orat qiladi, mollarini oladi, o'rib to'palang, hamma narsasini xatm qilib, luka narsasini churi chapol qiladi. Sonra payom keladi bu nasroniga, bir maktub keladi, ketadi, qata'al lusus alayna taroika va salabul amwala wal ibla va kulli shay'in ma'ana. Bir maktub shuni keladi nasroniga. Aytadi, bizlarni Xitoy tarqalar halok qildi, molimizni oldi, hamma narsa qo'limizdan ketdi, barbod bo'ldik. Nasroniy aytadi, payg'ambar aytdiki, bu zakot berish mana mol hifz bo'ladi, mahfuz bo'ladi, men zakotdan berdim. Nima balo bo'ldi, mening molim hamma narsa halok bo'ldi, payg'ambar durug' aytdi. Men qatliga taslim bo'ldim, qasd qildim, uni o'ldiraman deb gapiga durug' bo'lsa, bu kozib ekan bu gapiga dedi. Sonra yana bir necha muddatdan nari soatdan sonra yana bir maktub keldi sharikini tarafidan. Aytdiki, ey nasroni, g'amgin bo'lma, ma'yus bo'lma. Yang qisilmasin. Xavotir olmagin. Sening moling komilan mahfuz to'xtabdi. Sening moling komilan mahfuz to'xtabdi. Tamomi moling oldinga to'xtabdi. Hech bir zarra ham nuqson vorid bo'lgan emas. Tiyomda yog'i zaxm bo'ldi, buona bo'lib qolib ketgan edim. Qofila churi chapol bo'ldi, sening moling mukammal to'xtabdi. Nasroniy bu gapni eshitib payomni o'qidi. Favri Rasululloh sallallohu alayhi va sallam durdona nozdona janob Rasululloh oldiga sharaf huzur keltirdi. Rasulullohga aytdi, menga islomda arza qiling, la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb bu nasroniy iymon keltirdi. Nasroniy tajriba bilan sabit qildi, iymon keltirdi. Payg'ambarning gapiga shak tardid yo'qdi azizlar. Hech qat'an zarra shak yo'qdi. Tajriba qildi, amal qildiki, voqean zakot bilan insonning moli mahfuz qoladi. Birantalar aytadi, bizda buncha qo'yimiz bor, molimizda nima uchun balo keldi, o'ziga 10 ta o'yladi, 5 ta o'yladi. Nima uchun buncha talaf bo'ladi? Nima uchun buncha jola uradi, mana bunday bo'ladi, darbadar bo'ldik. Bunday bo'ldi, bunday bo'ldi. Hadaf nimada? Pok emas, mol pok emas. Morda nuqson bor, karohat bor, qonun pok bo'lgan emas. Siz bir marta molni chiqaring, hassinu amwalakum biz zakot. Zakotni chiqaring, undan ara Alloh farishtalarni uni hifozatiga yuboradi. Balo va ofatdan Alloh molingizni hifz qiladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uni muborak tamom sahobalarga alami malay yomga bayon qilgan aytganlar.